Assalomu alaykum do'stlar, obunachilar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa yana bir yangi obyektimizga kelib oldik. Tomga penalonboz quyish jarayoni xizmati. Hozirgi bu obyektimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumanida bo'ldik. Zarkentdamiz. Shu 180 kvadrat atrofi joyimiz bor edi. Kecha kelib ishni boshlaganmiz. Hozir bir qator mana tom qismiga ham chiqib tevalarda ish jarayonini batafsilroq ma'lumot berib o'tamiz. Bizni ko'rib turgan aka-ukalar, obunachilar, layklar bosib, padisha qilib turasizlar. Ushbu sahifamizga obuna bo'lsalaring, shunaqa yanada yangi obyektlarni qo'yib boramiz. Mana do'stlar, tom qismiga ham chiqib oldik. Bu ko'rib turgan joyimizni kecha quyganmiz. Uji mana qatida bemalol ustida yursa bo'laveradi. Shu chap qo'l tarafimizdan dorozaxonamiz peshon qoldi. Shu joyda ham bitirsak, bu obyektimiz ham xudo xolasa chiroyli holatda qilib topshirib olamiz egasiga. Xo'p, avvalo tom qismini ko'zdan kechiramiz. Vassali shilibga yaxshi holatda qoqilgan bo'lsa, shu materiali borda, shu materialni shunday steplelab chiqamizda, bir boshdan quyib boraveramiz. Ko'pchilik so'rayapti, vazni haqida ma'lumot berib o'ting, loy-suvoq afzalliklari haqida bir batafsilroq ma'lumot berib o'ting deyishyapti. Xo'p, bu penalonbozimiz haqida ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz ushbu videomizda. Ko'rib turganlaringizdek, mana suv quyiladi. Asosan gips bilan quyiladi bu. Bir qop gips tashlanadi, sement qo'shiladi, penasi bo'ladi. Shularning aralashmasi suyuq holatda tayyorlanib, bir boshdan quyib borilaveradi. Bu quygan mahsulotimiz boshida suyuq bo'ladi. Uzar qatishiga 10 minut vaqt kerak bo'ladi. Qurib ketishiga bo'lsa, o'zini toza holatda qurib ketishiga shu 1 oy, 1,5 oy vaqt deymiz. Shu holatda yana ham qurib, o'zini haqiqiy holatida qurib qatib ketadi, xudo xolasa. Buni quyganimizdan so'ng ustida bemalol yuraverasiz. 1 tonnali, 2 tonnali suv bachoklarida ham qo'yib, montaj ishlarini olib boraverasiz bemalol. Xo'p, endi loy-suvoqlikdan afzalliklarini bir qatordan sanab o'tadigan bo'lsak, avvalo birinchi o'rinda vazni yengil bo'ladi. Loy-suvoqda yorilib ketmaydi, izolyatsiyani ushaveradi. Ayniqsa bu yozgi kunlarida har bitta teshikni mukammal tarzda to'ldirgani uchun yozgi kunlarida quyoshning nuri, shipirda issig'ini uyning ichiga umuman kirgizmaydi. Agar piltalar bo'lsa, piltani ustiga ham quysak, umuman havoni o'tkazmaydi. Qish kunlarida bo'lsa, uyning ichidagi harorat ham bir xil darajada ushaveradi. Nimagaki ko'pchiligimiz bilamiz, hammamiz ham asosan issiqlik tomdan chiqib ketadi. Shuning uchun avvalo tomni yaxshilab izolyatsiya qilish kerak. Ko'rib turganlaringiz mana suyuq holatda quyilgan hisobiga har bitta iynada teshik ham mukammal tarzda to'lib ketadi bu holatda. Yana ham ko'pchilik so'rayapti-da, shunaqa agar dimlanib qoladigan bo'lsa, chirib qolmaydimi? Asli bu chiritadigan narsa ham emas. Yana hamki shuni oldini olib ko'rib turganlaringiz mana videoda ham ko'rinib turibdi. Har bitta uyga katta kichikligiga qarab dimoxod qo'yib boramiz. Kattaroq uylar bo'lsa 3 tadan 4 tadan qo'yamiz. O'rtacha uylar bo'lsa 2 tadan dimoxod qo'yamiz. Oddiy qora palitilingda shu qo'ygan dimoxodimizdan havo aylanib turadi. Bir to'sinlarda shilibga vassalliklar chirishini ham oldini oladi. Xudo xolasa ko'ngli to'q qilib quyib boryapmiz mana. Effekti bo'lyapti. Juda ko'pchilik misol ishimizdan mamnun, yaxshi holatda chiqyapti. O'zimizni ham uylarimiz, tomlarimizga quyganmiz. Mana effektlarini ham bildik, qishda, yozda degandek yaxshi holatda chiqyapti aytib o'tganimizdek. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz, telefon qilaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab sifatli, mustahkam qilib qo'yib beramiz. Qolgan barcha ma'lumotlarni ushbu nomerlarga telefon qilib bemalol olaverasizlar. Videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun hammaga rahmat, sog' bo'linglar.